Samarqand shahrida yana bir yirik va e'tiborga molik loyiha hayotga tatbiq etildi. Shaharning Shodlik mahalla fuqarolari yig'ini hududida tadbirkor tashabbusi bilan zamonaviy restoran majmuasi barpo qilindi. 3 qavatdan iborat ushbu inshootda bir vaqtning o'zida 450 nafar mijozga xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratilgan. Zamonaviy dizayn, shinam muhit va oilaviy tadbirlar uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan restoran shahar aholisi va mehmonlar uchun yana bir manzur maskanga aylandi. Umumiy qiymati 4 million AQSh dollariga teng bo'lgan mazkur loyihaning moliyaviy qo'llab-quvvatlanishida O'z Milliy bank ham faol ishtirok etmoqda. Bank kredit mablag'lari orqali tadbirkorlik tashabbuslarini rag'batlantirish, hududlarda yangi ish o'rinlarining yaratilishiga xizmat qilmoqda. Loyihaning yana bir ahamiyatli jihati uning xalqaro hamkorlik asosida amalga oshirilayotganligidir. Xususan, Chexiya texnologiyalari asosida yaxna va salqin ichimliklar ishlab chiqarish sexi tashkil etilgan. Zamonaviy uskunalar Chexiyadan olib kelingan bo'lib, ish jarayoniga xorijlik mutaxassislar ham jalb qilingan. Bu esa O'zbekiston va Chexiya o'rtasidagi iqtisodiy va texnologik hamkorlikni izchil rivojlanib borayotganining yana bir amaliy namunasidir. Bunday sherikliklar mahalliy ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishda muhim o'rin tutadi. Biz bu yerga Chexiya Respublikasidan texnologiya olib keldik. Xomashyo olib kelamiz va tayyor mahsulot ishlab chiqaramiz. Salqin ichimligimizni tayyorlash 10 soat davom etadi. Shundan so'ng u klassik tarzda 10 kun davomida maxsus idishlarda saqlanadi. Keyin idishlarga quyilib qadoqlanadi va restoranlarga yetkazib beriladi. O'zbekiston va Chexiya hamkorligimiz samarali davom etmoqda. Hozirgi kunda mazkur sexda oyiga 15 tonna salqin ichimlik ishlab chiqarilmoqda. Barcha xomashyo va uskunalar import qilingan bo'lsa-da, mahsulotlar mahalliy bozor uchun qayta ishlanib, iste'molchilarga yetkazib berilyapti. Eng muhimi, ushbu loyiha aholi bandligini ta'minlashga ham munosib hissa qo'shmoqda. Natijada 50 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, ishlab chiqarish sexida yana qo'shimcha 4 nafar fuqaro doimiy ish bilan ta'minlandi. Samarqand iqtisodiyot va servis institutida 3-kurs talabasiman. Hozirgi kunda ham o'qib, ham ishlayapman. Shu yerda ish faoliyatimni yurg'izyapman. O'qishdan bo'sh vaqtlarim, kontragimni o'zim to'layman. Ham olgan bilimlarimni mustahkamlab boryapman. Biz yoshlarga shunday imkoniyatlar yaratganidan xursandman. Avvalambor prezidentimizga kattakon rahmat aytib qolaman. Bunday loyihalar nafaqat hudud iqtisodiyotini rivojlantiradi, balki mamlakatlar o'rtasidagi do'stona va o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada mustahkamlaydi. Samarqandda amalga oshirilayotgan ushbu tashabbus esa ana shunday ezgu maqsadlarning yorqin ifodasi bo'lib xizmat qilmoqda.